Assalomu alaykum, hurmatli Nazarbek sanatoriyasini dam oluvchi mijozlari. Mana bugun bu sanatoriyada dam olishga kelib, bu Nazarbekdagi bo'layotgan sharoitlarni ko'rib hayratga soladi insonni. Albatta bu sanatoriyani qurilishida 80-chi yillarda boshlanib, 91-chi yillari buni foydalanishga topshirilgan. Temir yo'lni xodimlari tomonidan qurilgan bu Nazarbek sanatoriyasi. Buni oldin biz больница sifatida foydalanib keldik. Temir yo'lchilarni barcha O'zbekiston temir yo'llarida ishlayotgan xodimlarni davolab, oila a'zolarini davolab keldik va sanatoriyaga aylantirdik. Bu sanatoriyada hozir yangi zamonaviy davolanish markazlari tashkil qilingan. Hozir ilmiy amaliy kuratologiya markazi. Bunda hozir yangi zamonaviy jihozlar bilan jihozlanib, xalqimiz uchun xizmat qilishga katta ahamiyat berilyapti. Hozirgi kunda bu Nazarbek sanatoriyasi O'zbekiston temir yo'llaridan O'zbekiston Respublikasi Kasaba va uyushma federatsiyasi tomoniga o'tkazilib, ular tomonidan bu yerda katta qurilish ishlari va jihozlash ishlari olib borilyapti. Hozirgi dam oluvchilarning fikr mulohazalaridan xulosa qilishim mumkinki, bular bu yerda bo'layotgan o'zgarishlarni, davolashlarning yaxshilanganligidan juda xursand bo'lib, o'zlarini minnatdorchiliklarini bildirmoqdalar. Albatta bu xalq uchun juda katta ahamiyatga ega. Temir yo'lchilarga ham, O'zbekiston Kasaba uyushma federatsiya kengashi xodimlariga ham, buni boshqarayotgan Zohirjon akaga ham o'zimizni samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta bu ishlarda ularga katta muvaffaqiyatlar tilagan holda sog' omonlikda xalqimiz uchun xizmat qilishga bel bog'lagan barcha xodimlari bilan sog' salomatlikda ishlarni amalga oshirishlarini Allohdan tilab qolaman.